Yangi proyektimiz profildan gaz pechka yasaymiz. 12x12 profil, stenasi 2,5 mm. Mana bu og'izlari tepadan kiradigan bo'ldi. Mana bunda shundan yasab qo'yilgan, bunda kiradi, qimirlamaydi keyin. Keyin bu yerga garilkaga moslab bundan kesib bo'ladi. Uzunligi 1 metr. Gaz pechkamizni mana bu oyoqlari 2,5 ga 2,5 profildan yasalgan. Oyog'ining balandligi 38. Bozi past ustalchamiz turibdi. 38 bu 12, umumiy balandligi 50 bo'ladi. Buni qo'ygandan keyin. Bitgandan keyin do'stlar video qilib chiqaraman. Hozircha shu. Yangi proyektimiz profildan gaz pechka yasaymiz. 12x12 profil, stenasi 2,5 mm. Mana bu og'izlari tepadan kiradigan bo'ldi. Mana bunda shundan yasab qo'yilgan, bunda kiradi, qimirlamaydi keyin. Keyin bu yerga garilkaga moslab bundan kesib bo'ladi. Uzunligi 1 metr. Gaz pechkamizni mana bu oyoqlari 2,5 ga 2,5 profildan yasalgan. Oyog'ining balandligi 38. Bozi past ustalchamiz turibdi. 38 bu 12, umumiy balandligi 50 bo'ladi. Buni qo'ygandan keyin. Bitgandan keyin do'stlar video qilib chiqaraman. Hozircha shu.